Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, Xudo xohlasa yana bugun biz navbatdagi bir fayzli xonadonga juda ham chiroyli holatda qilib, hovlilariga 3 qavatlik variantda yasalgan shumkali navesdan ustanovka qilib berdik. Xonadon egalari musofir yurtda yurishib o'zlari bizni kanalimizni ko'rishib, muntazam ravishda kuzatishib, albatta bizga aloqaga chiqishib, naveslar katalogimizdan o'zlariga yoqqan fasondagi navesni zakaz qilishganda, Xudo xohlasa mana joylariga bitkazib olib kelib, chiroyli qilib ustanovkalarini qilib berdik. Bir qator o'rnatgan navesimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Albatta shunaqangi xonadoniga naves, uzumtok, leksalli naveslar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz bo'lsa, ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, bizning ish manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida joylashgan. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol ikkilanmasdan aloqaga chiqaverasizlar. Bu navesimizni Andijon viloyati Baliqchi tumaniga ustanovka qildik, hurmatli yurtdoshlar. Navesimiz 100% profil temir mahsulotidan tayyorlandi. 3 qavatlik variantda bo'ldi. Navesimizni metallari bilan tanishtirib o'tsak, asosiy firmalari yuk ko'taradigan qismi 4x4 lik profildan foydalanganmiz. Tagiga 4x2 lik profil qilib, 1.7 lik stenalisidan foydalanganmiz. Va o'rtalariga ko'rishlaring mumkin, esgullardan foydalanib, oralariga chiroyli qilib ramashka gulchalarini qo'yib, tillarang svetga bo'yab, juda ham chiroyli holatda qilib tayyorlab bitkazganmiz. Va tepa qismiga aziz yurtdoshlar, har 50 sm qismiga 3x2 lik profildan varit qilib o'rnashtirib chiqilgan. Albatta u tunuka qatirishni hisobini olgan holda qo'yilgan. Stoykalariga to'xtalib o'tsak, stoykalari 8 ga 8 lik 2 lik stenali bo'ldi. Taglariga 1 metr qismiga tumbalarini qo'yib, zamonaviy qilib chiroyli qilib ishlab berilgan va navesimizni burchak gullari xora qismi 2 lik lazer variantda bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, bu navesimizni birinchi sloyi bir tomon oq kraskalangan DF fanerdan foydalanilgan. Ko'rishlaring mumkin, oppoq qilib qo'yib, chokini chokiga to'g'rilab, pastdan qaraganda bu DF fanerni choki umuman ko'rinmaydigan qilib, tekis holatda, ideal holatda qilib ishlab o'rnatilgan va uni orasiga, tunuka bilan fanerning orasiga 5 lik falgadan qo'yilgan. Albatta u tunuka terlaganda yoki issiq o'tganda, namgarchilik bo'lganda mana shu qo'yilgan DF ga zarar yetkazmasligini hisobiga qo'yilgan va yog'ingarchilikda boshqada bu navesimizni tevasiga tunuka qatirilganda ortiqcha bir dovush chiqmasligini hisobiga shumka hisobida falgadan foydalanganmiz va tevasiga 0.4 lik tunukadan qatirib, chiroyli qilib baquvvat qilib ishlab berilgan. Navesimizni aziz yurtdoshlar, общий summasi 1 kvadrat metri 360 ming so'mdan dostavka, ustanovka materiallari hamma yo'q ichida yasab bitkazib olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Общий summasi navesimiz 32 million so'mga bitdi. Albatta shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab.